Assalamu alaikum muhtaram televizorchilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Asiya radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda Uyg'urlar hayotiga doir berilgan bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tamiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Tutqundagi o'qituvchi zot İlham To'xtining turmada 2 qatim ochliq e'lon qilganligi va ko'rinarli darajada judab ketganligi ma'lum bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, İlham To'xti o'ziga berilgan tamoqda cho'shqa meyining purg'ini his qilgan. U tamoq yeyishni rad qilib, musulmoncha tamoq berishni talab qilgan. Uning talabi rad qilingandan keyin İlham To'xti ochliq e'lon qilib, qarshilik ko'rsatgan. Bu 10 kun davom qilgan. Uningdan boshqa yana 1-mart kunining voqeasi yuz bergandan keyin turma doiralari uningga suv va tamoq berishni to'xtatgan. U bir stakan suv bilan bir qancha kungacha bardoshlik bergan. İlham To'xti bu yil 15 yanvarda Beijingdagi uydan tutib ketilib, 26 iyungacha uning advokat yoki oilasidagilarda ko'rishiga yo'l qo'yilmagan edi. Dünya Uyghur Qurultayı Raisi Rabia Qadir xanımның aytishicha, Dünya Uyghur Qurultayıning Januada elib borgan 6 kunlik faoliyatlari g'albilik oxirlashgan. O'tgan hafta Rabia Qadir xanım boshchiligidagi hay'at Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 26-navbatlik kishilik huquq umumiy yig'iniga qatnashib, Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan bostirish, o'lim jazolari va qonunsiz tutqun qilish qatorliqlarni kuchaytganligini o'tirib qo'ygan edi. Rabia Qadir xanımның aytishicha, bu navbat Januada Dünya Uyghur Qurultayı mas'ullarini o'zlari izlab ko'rishni talab qilgan organ va tashkilotlar soni ko'rinarli darajada oshgan. Rabia Qadir xanım buning bir natija ekanligini ko'rsatdi. Xotanlik Uyg'ur tabibları kasbiy imtihonni Xitoy tilida berishga va buningga arz shikoyati yo'qligini bildirib, kapolatnoma yozishga majburlangan. Nam sharifni oshkorlashni xohlamaydigan bir Uyg'ur tabibning bildirishicha, doiralar agar tabiblar kasbiy salohiyati imtihonini Xitoycha berib arz qilmaslikka qo'shilsa, ularning imtihon berishiga ruxsat qilinganligini uqtirgan. Shuning bilan Xotanlik Uyg'ur tabiblar imtihonni Xitoycha bersak, arz shikoyatimiz yo'q degan mazmundagi kapolatnomaga qo'l qo'yishga majbur bo'lgan. Aldınqı yılı Xotandagi bu atamaras tabiblar seviye imtihoni Xitoycha ilinganligi uchun imtihondan o'talmagan va o'z oldiga doktorxona ichib kasal ko'rishga amalsiz qolgan edi. Shu sababdan ular munosabatli o'rinlarga arz sungan. Halbuki doiralar ularning arzini tinglashning o'rniga bu yil yana ularni imtihonni Xitoycha berishga qistigan. Aşkarlanışça muş ayının 14 günü bir Uyghur yaş, iki Xitay saqchini pichoqlab o'ltirgan va o'zimi o'ltirilgan. Vaqa Makitning Qumqusar yezida yuz bergan. Qumqusarning 6 kentidan bo'lgan gumondor Qaysar Qurban shu kun kechida turmada ixro qildirilgandan keyin uyiga yolab akilgan. Saqchilar uning qo'lidagi ko'yizini chiqarib etib, uni atalmış hujum asboblarini tepishga solgan. Bu jarayonda Qaysar 50 cm uzunlikdagi bir xanjarni elib, 2 nafar saqchiga hujum qilgan. Bu chaqda o'yladagi Xitoy saqchilar o'q chiqarib, Qaysar Qurbonni naq maydonda etib etgan. Saqchilardan biri naq maydonda, yana biri doktorxonaga elib ketilayotganda o'lgan. Xitoy doiralari seshanba kuni Xotanning Qarqash noyisiga qarashli Manglay yezisida 5 saqchining o'ldirilganligini e'tirof qilgan. Uchur Xotan yerlik hukumat doiralarining terrorlik haqidagi ommaviy o'rganish materialida oshkorlangan. Materialda o'tgan juma kuni yuz bergan bu voqea e'tirof qilingan bo'lsa-mu, biroq hujumning tafsiloti tilga olinmagan. Radiomiz Xotanning Qarqash noyisiga qarashli Manglay yezisida yuz bergan bu hujumni yakshanba kuni xabar qilgan. Kent boshlig'i Atavulla Qosim 20-iyun kuni Manglay yezisidagi tekshirish punkti hujumga uchrab 2 saqchining pichoqlab o'ldirilganligi, 3 nafar saqchining ko'ydirib etilganligini bildirgan edi. Yakan ishg'ol saqchixonasida bir Uyg'ur yosh Xitoy saqchidan birini o'ldirib, birini yaralandırgan. Ma'lum bo'lishicha, ishg'ol yezisidan Qarqum kentidagi 22 yoshlik bir gumondor mush ayning 21-kuni saqchixonaga chaqirtilib so'roq qilingan. So'roqdan keyin qo'yib berilgan gumondor saqchixonadan chiqish oldida yendiki pichoqni chiqarib, saqchi xodimi Tao Yanjing bilan saqchixona boshlig'i Dingfengga ushtum tut hujum qilgan. Hujumda Tao Yanjing naq maydonda o'lgan va Dingfeng og'ir yaralanib doktorxonaga oldirilgan. Gumondorning 22 yoshlik Uyg'ur yosh ekanligi ma'lum, ammo uning kimligi va keyingi ahvoli noma'lum. Muhtaram televizorchilar, yuqorida Erkin Asiya radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.